Biz ko'plab odamlarni bilamizki, ular har safar biror sinovga duch kelsa, kechirim so'raydi va payg'ambar Muhammadga salovat aytadi. Lekin amaliy yoki foydali yechim shuki, avvalo odam og'zi bilan og'zi otirib, nega bu tashvishga giriftor bo'lganini tushunib olish kerak. Qalam va qog'oz olib sababini yozib chiqadi. Ya'ni ba'zan sabab Alloh taoloning sinovi bo'ladi. Juda itoatkor va gunoh qilmaydigan odam, lekin Alloh uni sinovdan o'tkazadi. Alloh taolo o'zining muqaddas kitobida odamlar biz ishonamiz deganlardan keyin sinovdan o'tmasdan qolib ketishlarini o'ylaydilarmi deb aytadi. Ya'ni ular sud qilinmaydi. Yo'q, Alloh sizni sinashi kerak. Alloh qudratli va ulug'vor bo'lib, iymoningizni oshirish, o'zingizni qayta baholash va Allohga yaqinlashish uchun sizni muayyan sinov bilan sinash kerak. Darhaqiqat, qiyinchiliklarning o'zi gunohlarni ketkazish va gunohlar uchun kafforatdir. Shunday qilib, odam avval qalam va qog'oz olib sababini aniqlash kerak. Agar u Allohdan uzoq, qudratli va ulug'vor bo'lganida qaytish kerak edi. Xabar nima? Bu qanday inqiroz yoki qiyinchilik? Bu olamda sodir bo'ladigan barcha narsalar qudratli va ulug'vor Allohning irodasi va taqdiri bilan sodir bo'ladi. Alloh qudratli va ulug'vor bularni yaratishni boshlashdan 50 ming yil oldin yozib qo'ygan.